Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan koreys tili alifbosi haqida tanishib chiqamiz. Xo'p, koreys tili tarixi haqida ozroq sizlar bilan tanishtirmoqchi edim. Koreys tili 1443-yil 12-oy 30-kunda birinchi marotaba qirol Sejon tomonidan tarixga kiritilgan. Hech qaysi til borki yaratilmagan. Faqatgina koreys tili alifbosi bu inson tomonidan yaratilgan bo'lib, kim yaratilganligi, qachon, qaysi sanada yaratilganligi bu tarixlarda yozib qoldirilgan. Boshqa hech qaysi til borki, bunday kashfiyotlar yoki kimnidir yoki qaysidir bir shaxs tarafidan yaratilganligi haqida hech qanday bir ma'lumot yo'q. Xalqlar, elatlar buni yaratgan. Endi koreys tilimizga keladigan bo'lsak, buni dastlabki koreys tilini o'rganishimizda Xitoyda o'rni juda ham katta bo'ladi. Chunki tarixdan bilamizki, Xitoy Koreyani juda ko'p bosib olgan va o'z-o'zidan o'zini tilini ularga tatbiq qilgan va bu koreys tili alifbosi tayyor bo'lguniga qadar Koreya xalqi Xitoy iyerogliflaridan foydalangan va juda ham qiynalgan. Oddiy xalqni savodli, ya'ni saviya darajasini ko'taraman degan maqsadda qirol Sejon mana shu yillarda Hangul, ya'ni koreys alfaviti degan narsaga asos soladi va bu Xitoy iyeroglifidan, ya'ni Hancha deyiladi, iyeroglifidan olingan holatda Hun Min Jong Um deb nomda oladi boshida va keyinchalik oson bo'lib Hangul, ya'ni koreys yozuvi degan narsa bilan tarixga kiritiladi. Xo'p, endi koreys tili alifbosiga keladigan bo'lsak, koreys tili alifbosi umumiy hisobda 40 ta harfdan iborat. Bundan 19 tasi undosh, 21 tasi unli harf hisoblanadi. Endi shu joyda sizlarga yana ham tushunarliroq bo'lishligi uchun bizda unli harflar ona tilimizda 6 ta, qolgan hammasi undosh hisoblangan edi. Bularda jicha unlilar ko'p va har doim bilishlaring xohlardimki, undosh harf birinchi, ya'ni biz ham o'rgangan paytimizda koreys tilini shunday deb o'qitishardi yuqori katta bo'lgan ustozlarimiz. Bular ya'ni erkaklar, ya'ni erkak harflar. Bular birinchi keladi har doim va bulardan oldin hech qachon undosh harf bilan boshlanmaydi. Hech qaysi so'z, hech qaysi bir gap yo'qki unli harf bilan boshlangan. Barchasi undosh harflar bilan boshlanadi koreys tilimizda. Endi kelinglar, koreys tilidagi undosh harflar bilan biz ko'rishib chiqamiz. Bu chaim deyiladi koreys tilimizda undosh harflari. Endi bilamizki, ingliz tilida ham har bitta harfda aytilish talaffuzi bor. Ya'ni uni ismi bor, nomi bor. Bizning ona tilimizda bo'lmasa ham ingliz tili yoki boshqa bir tillarda bo'lganidek koreys tilida ham bor. Bu demak k. Oddiy bizni o'zbek tilimizda k yoki g talaffuzini oladi. Lekin buni nima desa, ular kiyok deydi. Ya'ni buni ismi bor mana bu harfda. Xuddi shunday n harfi, nit, tigit, ril, mim, pip, shit, in, chin, hin degan nomlar bilan bular atalgan. Mana shu 10 ta dona harfimiz. Mana bular hammasi bizda oddiy sodda koreys tili harflari hisoblanadi. Bu harflarimizdan asosida boshqa harflar yasalib kelingan. Endi buni sizlar mana bu shakllarni ko'rgan holatda yozib o'rganib uyda mashq qilsalaringiz bo'ladi va yaxshiroq esda qoladi. Xohlardimki, buni har bittasini mana buni bilib qo'yinglar. Nomi bor shunaqangi, lekin mana bu tovushlarda berishligini eslab qolsak, o'shani o'zi kifoya qiladi. Xo'p, endi bu sodda harflar tushunarli bo'lsa, keyingi betga o'tamiz. Xo'p. Keyingi harflarimiz undosh harflar davom etadi. Boya aytganimdek, undosh harflarimiz 19 tadan iborat. Hozir biz 10 ta eng sodda harflarni ko'rib chiqdik. Undosh harflarimiz davom etadi. Ozginagina qattiqroq talaffuz qilinadigan tovushlarimiz bular 4 tadan iborat. Bular qanday deydigan bo'lsak, ch. Ya'ni oddiy shunchaki ch deb qo'yiladi. Ch. Sal qattiqroq chiqadi talaffuzimizda. Va xuddi shunday k. Qattiq dag'alroq, qaysidir ma'noda yoniga h qo'shib qo'yganimiz sababi qaysidir ma'noda h, ya'ni qattiqroq h degan tovush qo'shilib chiqadi shu tovushlar bilan. Demak, p, t degan tovushlar bilan davom etadi va mana shu to'rttaligimiz yakuniga yetadi. Endi qo'shma undoshlarimiz bor bizda. Bular boya ko'rib o'tganimizdek k. Boya biz e'tibor qildik buni k yoki g deb o'qidik, lekin bular ikkita qo'shma, ya'ni egizak bo'lib keladigan bo'lsa bular hech qachon birinchi tovushida qoladi, ya'ni ikkinchi tovushga o'tmaydi. K, t, s yoki sh, ch, p degan narsalar bilan bizda mana bu tovushlarimiz ifodasini oladi. Xo'p, endi bularda har bittasini boyagindek daftarimizga yozib, birma-bir mashq qilamiz va xohlardimki, mana bularni boyagida tovushini eslab qolsak, o'shani o'zi kifoya bo'ladi. Koreys tili o'ylagandan ko'ra ancha oson til. Men shunday deb o'quvchilarga aytamanki, koreys tilini boshlash qiyin.
davom ettirish oson. Misol boshqa tillar, men misol o'zimning tajribamdan ingliz tilini boshlash oson, lekin davom ettirish qiyin. Nimaga? Chunki grammatikasi o'ta qiyin, menga qiyin tuyulgan. Lekin koreys tili grammatikasi juda ham oson. Boshlanish prosta mana bu sizlar uchun ko'rinayotgan bu cho'pakchalar, bu narsalar, bularni yodlab olsak, o'shani o'zi kifoya va boshqa narsani talab qilmaydi. Grammatikasi o'zbek tili bilan bir xil, ya'ni o'rganish juda ham oson. Xo'p, yaxshi, davom etamiz. Endi unlilarga keldik. Boya aytganimdek 40 ta harf bo'lsa, 19 tasi undosh edi, ya'ni erkak harflar. Endi ayollariga keldik. Ayollari bular demak bizda a. Bu tovushlarni yaratayotganda bizga o'qituvchimiz shunaqa deb tushuntirganda, bir eski Kim Son Senin degan ustozimiz bo'lardi, ismlari hozir Kim Sen deb aytardik. Xo'p, bu shunday deb tushuntirgandiki, odamlarning turishi mana bunday turib a harfini yaratdi. Bunday qildi o ni yaratdi. Yoki bundaysiga egildi u yoki shunga o'xshab turib, odamning turishi, shakliga qarab turib mana bu harflar yaratilgan degan bir teoriyani berardi bizga. Shu qaysidir ma'noda to'g'ri keladi. Misol uchun mana bu a, qo'lni ko'tarib turgan odam. Bu tarafga qarasa bu o bo'ladi. Endi mana bu ikkala qo'lni bunaqasiga qo'yadigan bo'lsak, bu ya degan tovushga to'g'ri keladi. Bundan keyingisi yo. O, pastga qarasa u. Ikkita tayoqcha tepaga qarab yot holatda yoziladigan bo'lsa, bu yo. Xuddi shuni teskarisi pastga qaraydigan bo'lsa, tayoqchalar bu yu. Mana bu tikka tayog'imiz o'zi bu i. Endi mana bu yotig'i bizning o'zbek tilimizda bu tovush yo'q. Rus tilida i, zi, bil degan so'zlardan olingan mana shu i tovushini beradi. Xo'p, bular sodda unlilar edi. Endi keling, bular tushunarli bo'lsa, buni ham xuddi shunday yozamiz va yodlab olamiz, ko'rinishini yodlab olamiz. Bo'ldi, shuni o'zi kifoya. Biz harf tanisak bo'ldi va yozilishi esimizda qolsa bo'ldi. Bu darajada qiyin emas. Siz o'ylagandan ko'ra ancha oson bu harflar. Endi murakkab harflar. Bu murakkab harflar hattoki men Koreya davlatida bo'lganimda, o'zim Koreyada istiqomat qilganman. O'sha joydagi boshlang'ich, ya'ni bizda 1-sinfda borib alifbeni o'rgangan bolalar, misol uchun qaysidir harflarda qiynaladi. Karis bolalarini deyarli 70-75-80% desak ham bo'ladi. Mana bu harflarda qiynaladi. Siz bu harflarda qiynaladigan bo'lsangiz, hech qachon o'zingizni tushkunlikka qo'ymang. Ular o'zini tilida gapirib turib, mana bu harflarni o'rganishga qiynaladi. Bu tabiiy bo'ladi agar sizda bunda qiyinchilik yuzaga keladigan bo'lsa. Keling, buni ko'rib chiqamiz. Buni qiyosiy qilib boyaginday yodlab qolsangiz bo'ladi. Mana bu bizda bosma h, to'g'rimi? Bosma h tovushiga to'g'ri keladi. Bu e ni beradi koreys tilida. Endi shu bosma h ga ikkita belbog' o'tkazadigan bo'lsak, bu yey degan tovushni oladi. Endi xuddi shunday ikkita tayoqcha va boyaginday qo'lchasini chiqaradigan bo'lsak, bu e tovushini beradi. Endi xuddi shunday ikkita tayoqcha va ikkita belbog', ikkita qo'lchasini chiqaradigan bo'lsak, bu tarafga qaratib, bu ye degan tovushni beradi. Endi va degan tovush vo, ve, vi va mana bu oxirgimiz i degan tovushni beradi. Ya'ni bizda rus tilidan kirib kelgan tovushlardan foydalanamiz. Shuning uchun boshqacha oq rangda yozib qo'ygan edim. Xo'p, demak buni yana ham batafsilroq ko'rish uchun bu tarafga o'tamiz. Endi boya aytganimdek, murakkab harflar deyilishini sababi bular sodda harflardan qo'shilmasidan tayyor bo'lgan harflar hisoblanadi. Shuning uchun qaraymiz. Boyagi joyda saqlanib qo'yib turib, endi solishtiradigan bo'lsak, bu u harfi edi. U harfi bilan bizda i harfi qo'shilib v degan tovushni yasayapti. Va o harfi bilan a harfidan bizdan va degan tovushni keltirib chiqaryapti. U harfi bilan o harfi vo degan tovushni olib chiqyapti. Mana bu i, ya'ni rus tilimizdagi o'sha i degan harf bilan i harfi bizda mana bu i degan tovushni olib chiqyapti. I qaysidir ma'noda boshida i ni aytib olamizda, keyin i sekingina chiqib ketadi. Endi o harfi bilan i harfidan bizdan v degan tovush kelib chiqyapti. Va a harfi bilan i harfida e degan tovush kelib chiqdi. O bilan i ni qo'shilishidan mana bu e degan oddiy tovushimiz kelib chiqadi va yo bilan i dan qo'shilganda ye degan tovushimiz kelib chiqadi. Ya bilan i dan qo'shilishida yei va o bilan e ni qo'shilishida v degan tovushimiz kelib chiqdi. Endi shu joyda sizlarga savol bo'lishi mumkin. Nimaga bular shunchalik talaffuz yetmayaptimi? Nega bunday yaratdi degan narsalar savol tabiiy tug'iladi. Bu tovushlarning yaratilishidan asosiy maqsad birinchidan tovush yetishmayapti, ikkinchidan chetdan kirib kelgan inostrans so'zlar, ya'ni bizga yot, notanish bo'lgan so'zlar kirib kelganda ko'proq bular ana shu mana bu unlilardan foydalanib ifoda qiladi. Va darsimiz davomida hozir kuzatib borgan bo'lsangiz, ularda bizdagiga o'xshab turib z tovushi yo'q yoki f tovushi yo'q yoki bo'lmasam g yoki q degan mamdaqang tovushlar yo'q.
Bularni o'rniga boyaginda o'z misol uchun z ni o'rniga ch, f ni o'rniga mana bu p, g ni o'rniga oddiy k larni yoki mana q ni o'rniga ham k harfini ishlatib ketish holati bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Alfavitlarni ko'rib chiqamiz va sizlarga darsimiz oxirida alfavitning umumiy qog'oz ko'rinishidagini ekranga chiqarib beramiz. O'sha joydan saqlanib qilib bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Keyingi darslarda bu tovushlarni qay holatda o'qilishi va ifoda qilinishi haqida sizlar bilan kelishib olamiz va darsimizni davom ettiramiz. Yana darsda ko'rishguncha.